Muqaraylar. Hozir mana 13 litr 14 litr beryapti. Mashiya? Bizni qo'limiz. Ha, aka. Akalar 13 ta 10 ta sut beryapti ekan. Mana. Bu napordi Shuni qarang. Ertalar saqlagan bu aka. Akalar Yetilgani ham yo'q mol mana. tavsiya qilaman, dehqonchilik ekan bu qarang. Yetilmagan qatdan mana qarang. Dehqondan hurmatli chorva ishqibozlari suti ko'p, qop-qora sigir chiqib oldi. Bilasizlar, qora sigirda suti qo'yiq bo'ladi. Hurmatli chorvadorlar, mana qaranglar. Opa-singillarni tavsiya qilamiz. So'skalari ham uzun-uzun, sag'ishga to'g'risi oson. Xudo xolasa kelib, ko'rib, sag'ib, yuvosh bo'lsa olaverasizlar. Tavsiya qilaman. Barchaga assalomu alaykum chorva ishqibozlari, sigir ishqibozlari. Ishonchli, yuvosh sigir bo'lsa olardim deganlarga biz Andijon viloyati, Andijon shahar Bo'stonobod. SMB dachani yonginasida akalar dehqonchilik. Hurmatli akalar, dehqonchi o'zi baxib turgan, sutini ichib turibgan, sifati, e'tiboshi yaxshi ekan, tavsiya qilaman. Tuyolarni qarang, baquvvatligini. Yayov yurgan ekanda bu. Qirg'izistonda sigir deyilyapti, akalar. Xo'p, bugun hafta kuniga 16-iyul bo'lyapti, haftaning payshanbasi. Telefon qilaverasizlar. Kelib, ko'rib, yuvosh bo'lsa olinglar, to'g'risi. Birinchi o'rin molni yuvashligida. Hozir yana to'liq qilib ma'lumotlarni berib sag'ib ko'ramiz, oz-oz bo'lsa ham. Xudo xolasa arzon bo'lib, yoqsa, sigir yoqsa, xudo xolasa onlayn savdo ham qilib olaverasizlar. Bo'ylarni o'lchab beramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tilsiz? Rahmat, o'zim sizmisiz? Rahmat. Xotirasizmi dehqonchilikda? Aka, endi Tushunarli. Ishqibozga beriladi. Bu usmeda, tepmeda uka. yuvosh aka, o'tdan ham beg'am bor. Bo'yin o'lchang. Akalar, sigir beg'am faqat yaxshi baqasi sutni beraveradi. Xo'p. O'ttiz kamagan aka. Xo'p, akalar 28 ga oling. 128. 25 edi, tamam. 25 yosin. Yelini o'sha birinchi. Tepmaydi aka. Akalar birinchi o'rin yuvoshligi. Mana aka. Sut qancha beryapti, Azizbek? Aka, bu Muqaraylar. hozir mana 13 litr 14 litr beryapti. Mashiya? Bizni qo'limiz. Ha, aka. Akalar 13 ta 10 ta sut beryapti ekan. Mana. Bu napordi Shuni qarang. qarang. Ertalar saqlagan bu aka. Akalar Yetilgani ham yo'q mol mana. tavsiya qilaman, dehqonchilik ekan bu qarang. Yetilmagan qatdan mana qarang. Sap-sariq. Azizbek sizga dehqonchilik ekan. Qirg'iziston sigir yillarni ko'ryapmiz. 4 yildan ishlaydi, yuvosh. Yana opa-singillarimiz kelib, sag'ib, yuvosh bo'lsa olishaveradi. Deyman aka. Akalar, mabodali kilo olmasa, onlayn savdo qilsa, borsa, mol oyoq ko'tarib qo'ysan qaytib kelaveradi. Qaytarib berisha oladi aka. Tushunarli. Oyoq ko'tarib qo'ysan qaytarib berasiz. Savol javoblari bor. Tushunarli. Maqsad yuvosh sigir olish. Omma akalar mana qarang. Kuyat baquvvatligini. Xo'p. Sizga bu dehqonchilik, Dehqonchilik aka bizga. ma'lumotlarni beryapti. Tish nechta buni? Tishi aka. Ko'rsat beraymi? Ko'rsatib beravering, ko'rishsin. Xolis ko'rishsin. Bu yog'inda akalar mana. Ko'rib olishamiz. Mana tishi. Bo'ldi. Sizlar o'zingizlar xolis ko'raverasizlar. Sigir, xudo xolasa ochilgan paytda bu bo'g'ozmasa mana shu turishi. Tushunarli. Akalar, sut berishiga garantiya beriladi. Endi o'zingiz yaxshi buqaga zotdorlik qo'yib olsangiz, xudo xolasa bu yog'i zo'r bo'ladi. Bir yo'talab bering. Oyoq qo'li nuqson yo'q. Bo'laveradi. Mol sog'lom, yurishlari, mana. Xarakterlari, et boshi baland ekan. Yellar yumshoq. Azizbek, Yo'labek aka. sigir qilib olishsin. Qanchaga berasiz? Aka. Maqsad sotish aka. Ha. 24 million so'mga ketdi aka. 24 million so'm. Uyga boradi. Xudo xolasa boradi. Vodiy bo'ldi. Akalar 24 million so'mga uyingizga boradi inshaalloh. Savdosi bor deb qo'ysak bo'ladimi? Savdosi bor aka. 24 million so'mga savdosi bor. Bugun pul
Xudo olsin kelishamiz aka. Akalar 24 million so'm magazin narx emas, savdosi bor, inshaalloh kelishasizlar. Yo sigir zo'r. Tavsiya qilaman, ma. Bo'ladi bayloring. Yaxshi akalar. Kelib, ko'rib, xudo xolasa olaverasizlar. 24 million so'm savdosi bor. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Dehqonchilik sigir ekan. Kelib, ko'rib yana olaverasizlar. Omon bo'linglar.